odamni qizi balog'atga yetgandan keyin har begona erkakni ko'rganda olayib qaraydigan bo'lsa, hammasini o'sha isnoda otasini yelkasiga tushaveradi. Shariat aytadi, "Buni darrov erga ber buni" deydi, "Qutul" deydi bundan deydi. O'g'il ham xuddi shunday deydi. Endi buni odatda odamlar to'yni kechiktirib yurishga nima sabab bo'ladi desa, o'sha aytadiki, odamlar shu hammani to'yg'izadigan oshga pul topmaguncha yuraveradi, qizini gunohkor qilib deydi. Hammani rozi qiladi-yu, qizini roziligini bir olmaydi deydi. Bu qizga bularda hammasini kelib osh yeyishini nima keragi bor u? O'g'ilga bularda hammasini qorinni to'yg'izishni nima tashvishi bor deydi. Bunga tezda xotinni olsa ketsa bu deydi, qutulsa deydi. Haqiqatda ham shu. Zulfiqor Ahmad Naqshbandiyning gapi bor. To'y qimmat bo'lgan joyda zino arzon bo'ladi deydi. To'y qimmat bo'lsa, zino arzon bo'ladi deydi. Oho, bu to'yda pulga nechta zino qilib beradi-ku deydi. O'shancha qayerda to'yda biz tezda sarf xarajatini kamroq qilib turib arzon qilib qo'ysak, odamlar keyin begona xotinga qaramaydigan bo'lib qoladi o'zi deydi. Buni aqli rasvo bo'lib, beobro' bo'lib, kasal bo'lib, obro'dan to'kilgandan ajragandan deydi, xotinni olib halol bola chaqa qilib yashayveraman dedi.